Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz yana bir marotaba YouTube'da ko'rishib turganimizdan xursandmiz va biz bugungi videomizda Trade Journal qanday to'ldirilishi kerak ekanligi va Trade Journaldan qanday foydalanishlik kerakligini batafsil amaliy tarzda ko'rsatib beramiz va bugungi video darsimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib aytishim kerak, Trade Journal nimaga kerak? Trade Journal bizga asosan savdolarimizni oldindan rejalashtirib borishlikka kerak bo'ladi va chalkashib ketishlikni oldini oladi. Va siz masalan bu portfolio sifatida ham yaxshigina ish beradi bu Trade Journal. Va biz boshidan boshlaymiz. Ko'rishimiz mumkin bu yerda mana raqamlarni ham masalan 20 talik jurnalimiz 20 ta raqamdan iborat. Bu yerda biz sanani yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kompaniyaning masalan aksiyaga savdoga kirishingiz kerak. Masalan, qaysi sanada kiryapsiz? Misol tariqasida bugungi sanani yozamiz. Masalan, 27-sana 03 masalan 27-mart kuni savdoga kiryapmiz. Tikeriga masalan Tesla kompaniyasining aksiyasiga savdoga kirmoqchimiz va nechta olmoqchimiz? Masalan, 5 dona kompaniyaning aksiyasini olmoqchimiz. Kirish narxi qancha bo'lishligi kerak? Ya'ni biz qancha narx bilan biz savdoga kirishimiz kerak? Masalan, biz $250 bilan savdoga kiryapmiz. Ko'rishimiz mumkin kirish narxi. Endi take profit qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda biz savdoga kirganimizdan so'ng bu Trade Journalni to'ldirishligimiz kerak bo'ladi bu jadvalga. Take profitga keladigan bo'lsak, masalan, biz $290 ga take profit qo'ydik. Ya'ni har bir aksiyadan $40 balans, $40 foyda olmoqchimiz. Ya'ni $40 dan 5 ta aksiya $200 bo'ladi. Demak, bizning foydamiz $200 bo'lar ekan agar take profit ursa. Ana endi stop lossga keladigan bo'lsak, biz masalan $230 ga stop loss qo'ymoqchimiz. Ya'ni har bir aksiyadan $20 zarar qilishga tayyor ekanmiz. Ya'ni 20 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 100, demak $200 foyda qilmoqchimiz, $100 zarar qilishga tayyor ekanmiz. Ya'ni 2 ga 1 nisbatda ishlayapmiz ekan. Ko'rishimiz mumkin mana 200, ya'ni yopilish narxini endi yozishimiz kerak. Masalan, necha dollarda yopildi? Masalan, $290 dan mana yopildi. Ko'rishimiz mumkin mana 200 nisbatda ishlayapmiz ekan. Endi buni biroz surganimizda va bu yerda ko'rishimiz mumkin reason bo'limi bor ekan. Endi reason bo'limida bu sabab degani, ya'ni bu yerga masalan Tesla kompaniyasiga nimaga aynan $290 ga savdoga kirganligingizni sababini yozasiz. Masalan, candlestickga yoqib qo'yganligi uchun, masalan, strategiyangizga mos keladigan joyda, ya'ni $290 vaqtida strategiyangizga mos keldi. O'sha trading view'da misol tariqasida va shuning uchun savdoga kirdim deyishingiz mumkin. Bu yerda sabablarni yozishingiz kerak bo'ladi va bu yerda mana biz bu avtomatik ravishda chiqardi. Demak, $200 foyda bo'ldi ekan. Ya'ni bu yerda biz yozib ketganmiz. Ya'ni masalan biz yopilish narxini ham yozmasligimiz mumkin edi. Ya'ni biz bu jadvalga mana stop losslarni qo'yamiz. Va bu yerda masalan aksiya yopilgandan so'nggina yopilish narxini qo'yamiz. Ya'ni savdoda bo'ladigan bo'lsak, yopilish narxini qo'ymay turamiz. Savdo yopilgandan so'nggina qo'yganimizdan so'ng mana bu yerda bizning foydamizni chiqaradi. Ya'ni biz hozir $290 foydada chiqqanligimiz uchun bu yerda bizning foydamiz $200 va bizning portfoliomiz, ya'ni $5000 masalan portfoliomizda $5200 ga aylandi. Endi biroz suramiz va ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu yerda depozit bo'limida mana bizda mavjud bo'lgan depozit $5000 ekan. Bizning maqsadimiz $10000 ekan. Va hozirgi bizning portfelimizda $5200 bor ekan. Endi bu yerda foydali savdolar hozir bizda bir dona, ya'ni bitta savdodan chiqdik. Va ya'ni bu yopilish narxini yozdikmi, demak biz savdodan chiqqan bo'lamiz va bizda bitta foydali savdo, ya'ni depozitimizga plus bo'lgan savdo bir dona ekan. Zararli savdolar hozirchalik 0, ochiq savdolar ham 0 va savdodagi pul ham hali noaniq. Endi noaniq deganda bu yerga biz kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz masalan qancha pul bilan kiryapmiz? Ya'ni 5 ni 250 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni $1250 bilan savdoga kiryapmiz ekan. Endi xo'p, bitta savdo uchun. Endi masalan yana biz yozishimiz kerak. Masalan, 28-kuni ham savdoga kiryapmiz. Misol tariqasida Hop, 2025-yil Tesla kompaniyasining aksiyasi emas, balki Apple kompaniyasining aksiyasiga savdoga kirmoqchimiz.
Bu yerda masalan nechta olmoqchimiz? Masalan, 2 ta dona aksiya olmoqchimiz. Enter bosamiz va bu yerda Tesla kompaniyasi masalan $220 bilan savdoga kirmoqchiman. Ya'ni o'zi $220 bilan savdoga kirmoqchiman degani bu kirish narxi, demak $220 da savdoga kirgan ekanman. Hali orderlarsiz. Endi take profit orderlarini qo'yaman. Nimaga? Masalan, men bu yerda oldindan masalan $250 narx chiqaryapman va $290 take qo'yibman, stop lossni ham qo'yib ketyapman, yopilish narxini ham qo'yib ketyapman. Sababi siz soddaroq ravishda tushunib olishligingiz uchun. Ya'ni bu yerda masalan Tesla kompaniyasining aksiyasi hali $250 bo'lgani yo'q hozirgi vaqt bozorida. Va hali men bu savdoga kirganim yo'q. Agar siz savdoga kirib, savdolardan chiqqaningizdan so'nggina bu yerga yozishingiz kerak bo'ladi asosan. Ya'ni mana bu take profit va stop losslar albatta bu sizning strategiyangizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda 3 ta turibdi. Masalan, risk reward ratio. Xo'p, endi bu yerda take profitni qo'yamiz. Masalan, men $250 narx bilan take profit qo'yibman. Endi stop lossga keladigan bo'lsak, masalan, men stop loss hali qo'yganim yo'q. Ya'ni kichik savdoga kirganligim uchun, masalan, vaqtinchalik savdoga kirdim. Masalan, strategiyam o'xshab qoladigan vaziyatga ko'rib qoldim. Chartda masalan, ko'rishim mumkin. Masalan, 220 bilan kiryapman. O'zi juda ham tezkor narxda aksiya yurib ketyapti. Mana shu narxda ushlab olishim kerak bo'ladi. Misol tariqasi 230-240 oralig'ida take profitni faqat 250 ga qo'yib qo'ydim. Masalan, yanada kuchliroq yurib ketadigan bo'lsa, aksiya misol tariqasida yaxshiroq foyda bilan chiqishligim uchun, masalan, bu yerda stop loss hali qo'yganim yo'q, yopilish narxini ham hali qo'yganim yo'q va bu yerda biroz surganimizda e'tibor berishimiz kerak. Hali vaqt oralig'ida masalan $3-6 hozirchalik foydada ekanman. Ana endi biroz surganimizda bu yerda e'tibor berishimiz mumkin. Masalan, bu yerda $3-6 turibdi. Ya'ni kunlik hisobda bu qanday hisoblaydi? Bu asosan savdoda hozirgi narxda, masalan, hozirgi vaqtda Apple kompaniyasini aksiyasi masalan qanday narxda turibdi? Endi buning uchun masalan biz bu yerda masalan trading view deb yozamiz va bu yerda trading view ofitsial saytiga kirganimizdan so'ng mana product bo'limiga o'tamiz va bu yerda e'tibor berishimiz mumkin. Mana $221.30 da turibdi ekan Apple kompaniyasining aksiyasi. Biz bu yerda nechta dedik? Mana buni biroz buyoqqa surganimizda mana 2 dona dedik va bu yerda 221, ya'ni 1.30 dan 2 ta hisoblayapti va bu yerda mana ya'ni bu yerda 3.6 ni chiqarishligi, ya'ni hozirgi masalan vaqt davomida Apple kompaniyasining aksiyasi narx harakati qanday ekanligini bu sizga hisoblab, sizga mana shu profitni ko'rsatib berishi mumkin. Bir narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda mana foydali savdolar 2 ta turibdi. Zararli savdolar hali 0 ta. Nimaga? Sababi mana biz hali bu yerda zararda savdodan chiqqanimiz yo'q. Bu yerda hozircha 2 ta aksiya savdoda bo'lganmiz. Ya'ni bu yerda foydali savdolarda yopib bo'lingan сделка va ochiq turgan сделкani, ya'ni ochiq turgan aksiyani bu yerda foydali savdolar ro'yxatiga kiritadi. Sababi zarar bo'lmadimi? Demak, u bizga foydaga ishlashligi mumkin. Shuning uchun bu yerda foydali savdolar turibdi. Zararli savdolar yo'q va ochiq savdolar bitta. Men atayin bu yerda ochiq savdo qilib ketdim. Sababi bu yerdagi mana bu funksiyani siz ham ko'rishligingiz uchun. Trade journal asosan shunday holat to'ldiriladi va bu yerda masalan candlestick, masalan pin bar candlestick orqali men savdoga kirdim. Masalan, savdoga kirdim deb yozib sabablarini keltirib ketishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda mana undan oldin portfelimiz $5200 edi. Mana bu yerda biroz masalan narx ko'tarilganligi uchun mana $5203.06 bo'lib qoldi. Endi trade journal nimaga kerak? Trade journal asosan aytib o'tganimizdek, sizning savdolaringizni iloji boricha masalan soddalashtirishlik uchun ortiqcha сделкаларga masalan ortiqcha mablag'lar bilan kirib ketmasligingiz uchun va mablag'ingizdan to'g'ri ravishda foydalanishligingiz uchun kerak bo'ladi. Bu yerda yana yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida
Bu yerda men shu vaqtda savdoga kiryapman va bu vaqtda masalan psixologik zonangizni ham yozib ketishingiz mumkin. Masalan, siz asosan qanday vaqtlarda savdoga kiryapsiz va qanday vaqtlarda zararda chiqyapsiz, qanday vaqtlarda foydada chiqyapsiz. Bularni hammasini yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu albatta professiyani oshirib boraveradi bu trading sohasida. Men sizga trade jurnalni to'ldirishlikni maslahat beraman va iloji boricha trade jurnal bilan birga ishlashlikni ham, chunki albatta buning foydasi juda ham ko'p. Chunki o'zingizni portfolyoingizni rivojlantirishingizda va qulay bo'lgan savdolarni yozib ketishligingizda va oldingi savdolaringizdan xulosa chiqarishligingizga albatta bu trade jurnal manfaatli bo'ladi. Agar sizning savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizning videolarimizning tagida kommentariy bo'limida savollaringizni qoldirib keting. Biz albatta savollaringizga javob beramiz va keyingi videolarda uchrashguncha deymiz.